175 votants, 170 exprimés pour, 169 contre 1. La proposition est donc adoptée. Fransiya parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb chekalagan. 20 yanvar payshanba kuni Fransiya parlamenti biriga qarshi 169 ovoz bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Egallanishicha bu qaror Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning partiyasining qo'llashiga erishgan ekan. Fransiya parlamentida e'lon qilingan qarorda parlament Xitoy Xalq Jumhuriyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zo'ravonligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy e'tirof qiladi deyilgan. Bu qarorda yana Fransiya hukumati xalqaro saviyada, shundaqli Xitoyga qaratgan tashqi siyosatida zarur tadbirlarni qo'llanib, Uyg'urlarni qo'g'dashga chaqirilgan. Fransiya parlamentining 2022 yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasiga 2 hafta qolgan bir vaqtda e'lon qilgan bu tarixiy qarori dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoatini qattiq so'yindirgan. Amerika hukumati tunji bo'lib 2021 yil 19 yanvarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan edi. Shuningdek keyin Angliya, Kanada, Gollandiya, Litva, Belgiya, Chexiya qatorliq davlatlarning parlamentlari va Amerika davlat majlisi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan. Fransiya parlamenti hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan dunyodagi 8-davlat parlamenti bo'lib qoldi.